3. Tak, aziz do'stlar, og'irligi 150-180 chiqadi. Headlock fiksatorlarimiz bu kitayskiy производство. 6 metrga 8 ta bosh. Plus fishkalar bu sal boshqacharoq kelgan, eksklyuzivniy bo'lib kelgan. Stenkalari 3 millimetrovka. Faqat kvadratniy. Turetskiylarda bilasizlar dumaloq bo'ladi. Keyin yechib ko'rsataman. Bunaqa qo'shimcha boyagi ushagichlar ham bo'ladi. Asosan ba'zi bir detallarga plastik ishlatilgan, taraqa-turuq ovoz chiqmasligi uchun mana bu yerlarga ishlatilgan, ko'ryapsizlar, mana. Холодный отцинковка qilingan. Narxiga keladigan bo'lsak, narximiz $500 bo'lyapti komplektida. Bu именно mana shu общий bitta komplektida bo'lyapti. Sut yo'nalishidagi chorva komplekslariga maslahat beraman. Asosan veterinarda ishini juda ham oson qilib beradi fermer xo'jaliklarda. Boyaga kopitniy stanok shart bo'lmaydi, ya'ni tuyoq stanogi shart bo'lmaydi. Keyin urug'lantirish, sun'iy urug'lantirish va identifikatsiya qilish mollarni va og'ziga kerakli dorilarni berishda imенно mana shu headlock fiksatorda juda ham yordami katta. Veterinarlarimiz juda ham biladi, ayniqsa katta chorva komplekslarida ishlaydigan veterinarlarimiz. O'shaning uchun maslahat beraman. Kimda-kim imенно proyekt qilayotgan bo'lsa, marhamat. Tovarlarimiz hozirgi kunda normal объемda bor. Qaytarib aytaman, narxi $500. Aloqaga chiqasizlar, manzilimiz Toshkent viloyati, Toshkent shahrida, Bardanko'lda joylashgan. Nomer qoldiraman. Shu aloqaga chiqasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.